Fasadga travertin tosh qilishni ikki xil usuli bor. Birinchisi rastvor, ikkinchisi suxoy montaj. Qaysi biri afzal? Shu haqida gaplashamiz. Biz ko'proq suxoy montajni maslahat beramiz. Sababi zamonaviy eksteryerlarda kaziroklar bo'lmaydi. Hozir ko'rayotganingizdek tekis bo'ladi, yomg'ir yog'adi, rastvorga bo'lsa sho'ralab ketadi. Suxoy montajda bunaqa muammo umuman bo'lmaydi. Suxoy montajning ikkinchi plyus tarafi fasadni bazalt bilan yopsanglar bo'ladi va izolyatsiya qilsanglar bo'ladi. Bu narsa keyinchalik yashash jarayonida gazga kamroq pul to'laysizlar va santexnikaga ko'p pul ishlatmasliklarini oldini oladi. Suxoy montajning uchinchi katta plyuslaridan yana bittasi nimadir detalga zarar tegsa, misol uchun mana shu toshimiz sinib qoldi deylik, bitta donasi. Buni bitta donasini olib, bemalol ekspluatatsiya qilib almashtirsa bo'ladi. Rastvorga qilinadigan bo'lsa, ko'p joy toshlari buzilib ketadi, sababi chetlari uchib qoladi yechilayotganda. Nima deb o'ylaysizlar? Suxoy montaj yaxshimi yoki rastvormi? Fikringizni izohlarda qoldiringlar.